Endi azizlar, sizlar bilan bir ozgina suhbat qilishlikni lozim topganim, hajgacha siz bilan haj qilishlik va haj asnosidagi odob va axloq haqida ko'p gaplashdik. Vaqtni g'animat bilishlik, hajji mabrur bo'lib olishlikka intilishlik haqida gapirdik. Hojilik odobi haqida endi gapirishimiz kerak. Endi hoji bo'ldik. Yurtimizga hoji bo'lib qaytyapmiz inshaalloh, Alloh nasib qilsin. Endi mana shu maqomni ushlab qolish kerak. Nima maqom bor? Biz aytdik, hojilik degani o'zi alohida bir narsa emas. Hamma o'zi uchun qildi ibodatni. Hamma o'zi uchun. Masalan aytaylik, namoz o'qigan bo'lsa, aytmaymizki biror bir kishiga "Men 5 mahal namoz o'qidim, meni namozxon aka" deb chaqir demaymiz. Zakot bergan bo'lsak, e'lon qilib hammaga aytmaymiz, "Hoy, men zakotni berib qo'ydim, meni zakot deb chaqir" demaymiz. Hoji ham shunday. Lekin hojidan kelganlarda ustozlar aytardiki, hoji aka yoki hoji deb aytib turishlik yaxshi bo'ladi, ularga eslatma bo'lsin. Nimani eslatma bo'lsin? Hajji mabrur bo'ldingiz, esingizdan chiqmasin, buni doq qilmang deb turish kerak. Bu imkoniyatni qo'ldan bermang. O'zi asli haj bir marta bo'ladi. Haj farz bir marta, qolgani nafl hammasi. Lekin bu bir martasidagi imkoniyatni ushlab qolish kerak. Mana shu imkoniyat berilganlar bugun hajlik maqomida gunohlardan yuvilib, yangi daftar ochildi, yangi sahifa ochildi. Endi mana shu sahifani gunohlar bilan to'ldirmaslikka harakat qilish kerak.